2018-yilning sentyabr oyida aka-uka Yoshiko va Takahiro aptekaga kirib 1-2 shisha tibbiy spirt sotib olishdi. Bu o'sha hafta ularning birinchi tashrifi emasdi. Ular allaqachon bir necha bor aptekaga kirib, har safar 2 tadan shisha olib ketishgan. Ularga bu qadar spirt nima uchun kerak bo'lib qoldi? Tabiiyki, aptekachilar shubhalanishni boshlashdi. Bunday jo'shqin spirt ishqibozlari kam uchraydi. Aptekachilar yanada ko'proq shubhalanishdi. Chunki ular yaqinlashganida odamlardan aniq nimaningdir hidi kelayotganini sezishdi. Bugun biz haqiqatdan bir dahshatli hodisani o'rganamiz. Bu voqeaga yapon oilasi aralashgan. Va siz mening kanalimdasiz. Bu yerda men g'alati jinoyatlar va qiziqarli hodisalarni vaqti bilan ulashib turaman. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling va gapni cho'zib o'tirmasdan bugungi videoga sho'ng'iymiz. Yasuto oilasi. Ona Michika, qizi Yoshiko va Rina, o'g'li Takahiro. Ular Angliyaning Helms shaharchasidagi kichkina uyda birga yashashar edi. Oila Yaponiyadan Buyuk Britaniyaga ko'chib kelgan. Ona Michika ingliz bilan turmush qurgan. Bu 90-yillarga to'g'ri kelgan. 1998-yilda ularning nikohi buzildi va Yasuto oilasi ana shu Helms shahridagi uyga ko'chib o'tdi. Ular tashqi dunyodan o'zlarini ajratib qo'yishgandi. Na televizor, na radio, na telefonlari bor edi. Qo'shnilar bilan kamdan kam muloqot qilishardi. Rina esa oila ichida eng muloqotchan edi. U xususiy maktabda ta'lim olib, u yerda juda mashhur edi. 2000-yillarning boshida u Cambridge universitetiga kirdi va u yerda ham muloqotchan va do'stona qiz sifatida tanildi. Ko'plab do'stlari va tanishlari bor edi. O'qish ham umuman yomon emasdi. Ammo Cambridgeni tugatgach, u oilasining uyiga qaytib ko'chdi va tez orada avvalgi do'stlari bilan ham aloqasini uzdi. Butun oilasi kabi yopiq bir joylashuvchi bo'lib qoldi. Bu hech ham mubolag'a emas. U yashagan shaharda, hatto mahallasida ham odamlar Rinaning mavjudligidan xabardor emasdi. Gazetalarda u iste'dodli rassom bo'lgani, hatto bir nechta asarni sotgani yozilgan. Lekin afsuski, men uning ijodidan birorta ham namunani topa olmadim. Cambridgedan keyingi hayot haqida unchalik ko'p narsa ma'lum emas. Faqat juda yomon bir narsa sodir bo'lgani va buning natijasida uning ruhiy salomatligi keskin yomonlashgani ma'lum. Ehtimol buning sababi butun oilasi, xususan o'zi qo'llagan yopiq hayot tarzi bo'lgandir. Ammo ko'pchilik bundan ham dahshatli bir narsa yuz bergan degan fikrga qo'shiladi. 2013-yilda u psixiatrik yordam olish uchun shifokorga murojaat qildi. Chunki hatto Rinaning o'ziga ham bu ahvol g'ayritabiiy tuyuldi. Uning kayfiyatida kuchli o'zgarishlar kuzatilar edi va u shifokorga oila a'zolariga hujum qilishdan qo'rqish haqida aytib berdi. Bir necha bor konsultatsiyaga bordi, lekin shundan so'ng uni hech kim ko'rmadi. 2018-yilda Rinaning o'z otasi, Yaponiyada yashab turgan otasi vafot etdi. Bu unga juda kuchli ta'sir qildi va qizni chuqur qayg'u va umidsizlik holatiga olib keldi. Natijada Rinaning ishtahasi pasaydi va u juda kam ovqat yeya boshladi. Faqat vaqti-vaqtida bir oz suv ichardi. Vaqt o'tishi bilan Rinaning ahvoli yanada yomonlashdi va u hatto yotog'idan turishdan ham qiynala boshladi. Bularning barchasi oqibatida Rinaning oilasi uning ahvoli haqida tashvishlanib qoldi. Biroq shu bilan birga uni kasalxonaga olib borsalar, biror narsa sodir bo'lib qolishidan ham qo'rqishardi. Ular uni ovqat yeyishga ko'ndirmoqchi bo'lishdi. Oxir-oqibat ular og'ir bir qaror qabul qilishdi. Ya'ni Rinaning mustaqilligini hurmat qilish va uni asta-sekin ochlikdan o'lishga qo'yib berish. 18-avgustda Rinaning hayoti tugadi va u o'z to'shagida osoyishta vafot etdi. Ammo bu g'alati voqealar silsilasining boshlanishi edi. Vafotiga qaramay, oilasi uning o'limini qabul qila olmadi. Shu sababdan uning jasadi uning to'shagida qolib ketgan va aka-ukasi uni xuddi tirikdek parvarish qilgan. To'g'risini aytsam, bu narsani men hatto tasavvur ham qila olmayman. Keyinchalik psixiatr bilan suhbatda singlisi quyidagilarni aytdi. U hali nafas olayotgandek tuyuldi. Tanasi iliq edi. Hatto tomirini ham ushladik. U biz bilan kam gaplashsa ham, biz uni ko'proq ovqat va suv ichishga undardik. G'alati, ammo tashqi ko'rinishdan u ovqatlanayotgandek va hatto katta ishtaha bilan yeyotgandek tuyulardi.
Buni tushuntirish menga qiyin, ammo jismoniy oziq-ovqatsiz ham u go'yo ruhiy jihatdan o'zidan oziqlanayotgandek edi. Natijada Rinaning jasadi to'shakda bir necha hafta yotaverdi. Oilasi esa uni hamon tirik deb ishonishda davom etdi. Hatto uning qoldiqlari chiriy boshlagan va u uy bo'ylab badbo'y hid tarqalgan paytda ham ular Rinani hali tirik degan fikrda qolaverdi. Sentyabr oxiriga kelib, chirish bosqichi shekilli chidab bo'lmas darajaga yetdi va bu Rinani oilasini biror chora ko'rishga majbur qildi. Ular mahalliy aptekaga tez-tez borib, shubhali miqdorda tibbiy spirt sotib ola boshladilar. Ko'plab manbalarda oila banzamlash jarayoniga amalga oshirgani ishora qilinadi. Men topgan manbalar asosida ular suyuqliklarni tanadan chiqarib, o'rniga saqlovchi spirt to'ldirib, konservalashga harakat qilganmi yoki yo'qmi, buni hali bilib bo'lmadi. Aslida tanani tirik deb hisoblagan odamlar uchun bu xatti-harakat g'alati emasmi? Shunga o'xshash bir hodisa Hindistonda esga keladi. 2021-yilda Vimli ismli erkak uyida vafot etgan. Ammo oilasi buni tan olishdan bosh tortgan va jasadni uyda saqlashda davom etgan. U shunchaki komada deb hisoblab. Oxir-oqibat chirish bosqichi boshlanganida ular uning jasadini maishiy tozalovchi vositalar bilan tozalashni boshlashgan. Bu o'lim haqiqatiga o'ziga xos javob edi. Kimyoviy moddalar uning terisidagi bakteriyalar o'sishini to'xtatdi va chirish jarayonini sekinlashtirdi. Shu sababdan qo'shnilar hech qanday yoqimsiz hid sezmagan. Bu 1,5 yil davom etdi. Hammasi fosh bo'lguncha. Jasad topilganida teri qorayib ketgan va qisman Rinaning oilasi ham shunga o'xshash usuldan foydalanib, spirtni tashqi tomonidan ishlov berish uchun qo'llagan. Bu esa terini asta-sekin ko'chirib borib, uzoq va juda bezovta qiluvchi konservalash jarayoniga aylangan. Har holda aka-ukaning juda ko'p miqdorda spirt sotib olishi va ulardan har doim murda hidi anqib turishi aptekachilarni juda shubhaga solgan. 25-sentyabrda Yoshiko va Takahira yana ikkita shisha spirt olish uchun aptekaga kirganlarida ular bilan farmatsevt Yeva Var to'qnashdi. U Takahira qo'lidan pushti papka tutib olganini va ichidagi qog'ozda Rina ismi yozilganini ko'rdi. O'sha qog'ozni ko'rsatib, "Bu spirt Rina uchunmi?" deb so'radi. Takahira bosh irg'ab, "Singlimiz xushsiz" dedi. Men bu haqida ikki xil versiyani eshitgandim. Ko'pchilik yangilik manbalarida o'sha farmatsevt politsiyaga qo'ng'iroq qilib xabar bergani aytiladi. Ammo boshqa maqolada Yasuto oilasining uyi tomini ta'mirlayotgan qurilish ishchilari ichkaridan chirayotgan jasad hidini sezib, politsiyani chaqirgani yozilgan. O'sha paytda olingan uy rasmlarining ko'pchiligida qurilish uskunalari ko'rinadi. Ehtimol ikkala voqea ham bir vaqtda sodir bo'lgandir. Avval tomchilar, keyin esa farmatsevtlar xabar bergan. Qo'ng'iroqlarning kombinatsiyasi politsiyani u yerga yuborishga yetarli bo'ldi. To'g'risini aytsam, jasadni bundan oldinroq topilganiga hayronman. Bu voqeani birinchi marta eshitganimda, ular qandaydir yolg'iz bir qishloq uyda yashaydi deb o'ylagandim. Ammo Google Maps'da uyni ko'rsak, ular ikki tomondan qo'shnilar bilan yonma-yon joylashgan. Ancha gavjum ko'chada yashashi ko'rinib turadi. Nima bo'lganda ham 25-sentyabrda politsiya Helms shahridagi oila uyiga keldi va yuqori qavat yotoqxonasida Rinaning jasadini topdi. U polda to'shakning ustida yotar. Ko'rpa esa bo'ynigacha tortilgan edi. Voqea joyiga chirishning boshlangan alomatlari bilan xarakterlanuvchi jasad keltirildi. Ehtimol allaqachon bir hafta o'tgandi. G'alati. Ammo Rinaning jasadi olib keltirilgach va oilaga u o'lganini aytgandan keyin ham ular buni tan olishdan bosh tortgan. Endiga aytadigan gapimda esa dahshatga tushishingiz aniq. Rinaning jasadi kasalxonaga keltirilgandan bir hafta o'tsa ham oilasi uni o'lik deb ishonishdan bosh tortgan. Ular bunga yana bir necha oy ishonishda davom etgan, toki psixolog bularning aksini isbotlamagunicha. Rinaning jasadi shu qadar yomon ahvolda ediki, sud tibbiyot eksperti o'lim sababini aniqlay olmadi. Ammo jarohat yoki zaharlanish izlari topilmadi. Yasuta oilasi Rinani munosib dafn qilinmagan deb ayblandi. Ammo oxir-oqibat ish to'xtatildi. Oila haddan tashqari kamyob ruhiy kasallikdan aziyat chekkanligini hisobga olib, ishni davom ettirish jamoat manfaatlariga zid deb topildi. Bu qanday ruhiy kasallik ekanligi hech yerda ko'rsatilmagan. Ammo men qiziqdim. Ular nimadan aziyat chekkan bo'lishi mumkin? Bu ehtimol ikkilik xurofotiy buzuqlik, ya'ni folie va duah bo'lishi mumkin.
Bu holatda xurofotiy kasalliklar bir odamdan ikkinchisiga o'tadi. Ya'ni bir nechta kishi bir vaqtning o'zida bir xil xurofotdan aziyat chekishi mumkin. Agar obunachilarimiz orasida psixologlar bo'lsa, bu haqida izoh berishi mumkin. Kommentariy qismida albatta. Eng ajablanarli narsa esa ish to'xtatilgach, oila yana o'z holiga tashlab qo'yildi. Yana o'zlarining mavhum hayotiga qaytishlariga qo'yib berildi. Va aynan hozir siz shu rolikni ko'rayotganingizda ular o'z uylarida o'tirishibdi. Va ular bilan nima bo'layotganini Xudo biladi. Bu hodisa hayratlanarli darajada g'ayrioddiy emas. O'lgan qo'shnisi bilan yashagan odamlarning boshqa holatlari ham bo'lgan. Bu siz o'ylagandan ancha keng tarqalgan hodisa. Faqat Buyuk Britaniyada, aynan bugungi voqea bo'lgan mamlakatda. Men so'nggi yillarda bir nechta shunga o'xshash ishlarni topdim. 2014-yilda yana bir yakkalanib yashagan oila. 59 yoshli Timothy Brown va uning 94 yoshli otasi Kenneth Staffordda kichkina bir uyda yashashgan. Kunlardan birida Kenneth yiqilib o'lgan. O'rniga hokimiyatni chiqarish o'rniga o'g'li jasadni o'sha yerda qoldirgan va otasining jasadi bilan 4 oy yashagan. Buni faqat qo'shnisi ularni ko'rgani kirib, Kennethning skeleti kreslo ustida o'tirganini ko'rganda fosh etilgan. Timothy bu vaqt davomida otasi tirik deb o'ylaganga o'xshardi. Shunchaki buni hazm qilish unga qiyin bo'lgan va nima qilishni bilmagan bo'lish kerak. 2011-yilda esa boshqa bir hodisa yuz bergan. 29 yoshli Christopher ismli erkak otasining jasadini uyda saqlaydi. Hatto 10 yoshli qiziga ham bobosining shunchaki uxlayotganini aytadi. Qo'shnilar otasi haqida so'raganda, Christopher hammasi yaxshi deb javob berdi. Ammo uni 5 oy davomida hech kim ko'rmagan va oxir-oqibat qo'shnilar shubhalanib politsiyani chaqirgan. Lekin bu menga Christopher otasining nafaqasini olish uchun davom ettirganga o'xshadi. Jami yashirgan pullari muvaffaq bo'ldi. Lekin 5 oylik nafaqa puli uchun jasad bilan birga yashash bu mening aqlimga sig'maydi. Bu meni o'ylatdi. Biz bilmagan bunday holatlardan yana qancha bor. Odamlar yolg'iz yashab vafot etganlarida ularning jasadlari ma'lum vaqt ichida topilmaydi. Ammo agar uni uydagi birorta inson yashirib turgan bo'lsa, bu haqiqiy dahshatga o'tadi. O'ylab ko'rsangiz, odam bunday tabiiy nafratni qanday yengishi mumkin? Ayniqsa jasad chiriy boshlaganida. Buni tasavvur ham qilish qiyin. Rina Yasuta bilan bog'liq hodisa dahshatli. Oila chindan ham u hali tirik degan umumiy xayolparastlik ichida bo'lganga o'xshaydi. Mening fikrimcha ularning eng katta jinoyati rasmiy ayblovlarda ko'rsatilganidek. Munosib dafnni to'sqinlik qilish emas, balki u ochlikdan o'layotganda yordam so'ramaganliklaridir. Va albatta oilani ruhiy va jismoniy tarzda davolanishga yubormasdan ularni shunchaki uyga qo'yib yuborishgani meni ajablantiryapti. Shuningdek, ushbu vaziyatning Rina atrofida bir navi diniy sinovga aylanganligi haqida ham fikrlar bor edi. Oila dindor bo'lgan, ya'ni buddistlar. Bu yerda qiziq bir jihat bor. U Kembrijdagi yotoqxonada yashagan odamlar har kuni u ertalab soat 5 da turib, kutubxonada buddaviy ibodat qilganini aytishgan. Bundan tashqari, buddaviy rohiblar orasida Sokusimbutsu deb ataladigan amaliyoti mavjud. Buddaviy rohiblar o'zlarini lotus pozasida asrlar davomida mumiyolab qo'yganlar. Menda Rina bilan bog'liq hodisa Sokusimbutsu xarakteri ekanligi haqida hech qanday dalil yo'q. Ammo singlisining Rina o'zi bilan oziqlanayotgandek degan gaplari bu g'alati voqealarga qirra bo'ldi. Biroq bundan tashqari bu g'oyani qo'llab-quvvatlaydigan hech qanday dalil topa olmadim. Eng ehtimoliy narsa shundaki, u chuqur depressiyaga tushgan va hammasi shunday sodir bo'lgan. Oilasi esa tashqi muhitdan yordam so'rashga qo'rqqan. Qadrli tomoshabin, ushbu joyda videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun minnatdorman. Va siz Qora Papka kanalini tomosha qildingiz. Aytgancha, Telegram va Instagram kanallarimizga obuna bo'lishni ham yodingizdan ko'tarmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman.